Telefonini ushlab tiklaganingni eshitsam, senda yomon xafa bo'laman. Bor, choy damlab kel. Kuyovimning ikki oz gapim bor. Tura qol, bo'l, tur, bor. Yig'lama. Bor. Kuyov bola, siz bilan bizni erkak kishimiz. Erkimizni o'zimizning qo'limizda. Lekin Alloh taolo ayollarimizning erkini bizga omonat qilib berib qo'ygan. Lekin boringizga ham, yo'g'ingizga ham shukr qiladigan. Ishdan qanaqa kayfiyatda kelishingizdan qat'iy nazar kulib kutib oladigan. Qo'pol qilib aytganda sassu paypog'ingizgacha yuvadigan ayolga xiyonat qilish yaxshi emas deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim, kuyov bola. Siz to'g'ri aytasiz. Men hammasini tushundim. Mayli, kuyov bola, mana bu ishga bora qoling. Qani ilohim, qo'shganinglar bilan qo'sha qarab yuring. Allohu akbar. Og'ir bo'lmay, chiqmay qo'yavering, kuyov bola. Mayli, xo'p.